Jonli efirdamiz, qadrli do'stlar. Mana Aturgulim, Chinnigilim, Nozgulim degan ajoyib bir qo'shiq taqdim etildi. Odatda gullar bilan har doim yonida zargar bo'ladi, chunki sovg'a sifatida olinsa. Mana biz yuqorida aytib o'tdik, xalqaro zargarlar kuni ham bugungi sanada nishonlanadi deya va studiyamizga shu kun munosabat bilan zargarlarimiz taklif qilganmiz va ajoyib suhbatlarni birgalikda guvoh bo'lamiz. Albatta, yuqorida suhbatlarimiz davomida bugun xalqaro zargarlar kuni ekanligini ta'kidlab o'tgan edik va bugun mehmonlarimiz orasida aynan mana shu soha vakillari ham bor. Studiyamizda sana munosabati bilan zargar Eldor Musulmonov hamda o'qishini shogirdlari Otabek Ahmadovlar bo'lib turishibdi. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalom. O'zi zargarlar kuni borligini men bugun bilyapman. Sizlar o'zi masalan har yili tez shu masalan nishonlab turasizlarmi? Nishonlaymiz. Bilasizlar, 29-aprel zargarlar bugun hamma dam oladi, hech kim hech narsa yasamaydi. Albatta, endi davom etamiz va bitdan keyingi harakatda boshlaymiz, xudo xolasa. Maqsad davom ettiramiz, bayram qilib beramiz bolalarga. Endi bugun biz ertalab bitta fikrni mana Dildoraxon aytdilar. Dunyoda bitta dona ayol qolsa ham zargarga ish topilar ekan. Shunday. Xo'p, o'zi asosan endi sizlarni mijozlar deymizmi, masalan o'sha buyurtmachilar deymizmi, ayollardan iborat bo'ladi. Buyurtmachilar bo'lmagan taqdirda ham baribir tayyor buyumlar yasaladi, to'g'rimi? Shunday, bo'sh vaqtimizda yasab qo'yaveramiz. O'zingiz zargarlikka masalan juda ham mayda ish, bunga juda katta sabr toqat talab qilinadi. Uncha odamning qo'lidan kelmaydi. Katta iroda va katta matonat, sabr talab qilinadi. Shunday. Qanday zargar bo'lib qolgansiz yoki o'zi avloddan zargarlar bo'lganmi? Yo'q, endi bizada avlodda zargarlar bo'lmagan, o'sha nimada uydalarimizda, apalarimizda chiqargan paytimizda biz maktab yoshida bo'lganman. 7-8-sinf bo'lganman. O'sha paytda zargarga kirgan paytimizda o'sha ishlarni ko'rib men o'zim qiziqib shogird o'rganganman. Yoki masalan moddiy daromadi yaxshi tanlaganmisiz? Yo'q, gap daromadida emas. Uni zargarlik ishida bunday o'tirib o'zingiz nimadir yasab, ko'zini qo'yib, razmer qilib boshqa qilsangiz o'zingiz bir bunday mardo anaqa deydi-ku, dam deydi-ku, o'shanaqa o'zimizga Xorda qolasiz. Xorda qolamiz o'zimizdan. Demak, hobbi asosida kasb tanlangan, to'g'rimi? Albatta, Demak, kasbni yaxshi ko'rasiz. Boshqa kasbda tasavvur qila olmaysiz. Yo'q, mana shunda mana bizga 8 yil bo'lgan bo'lsa, shu 8 yil davomida hech bir boshqa kasbda o'ylab ham ko'rganimiz yo'q, to'g'risi. Juda ham yaxshi. Endi asosiy buyurtmachilar ayollar bo'ladi, har xil erkaklar ham ko'proq buyurtma qilishadi, lekin ayollarimiz asosiy talabgor hisoblanishadi. Endi har bitta narsani o'sha mavsum o'zgargani, zamon o'zgargani sari turlari ham, ko'rinishlari ham o'zgarib boradi. Talab ham shunga yarasha bo'ladi. Zargarlarda bu jarayon qanaqa kechadi? Umuman olganda ularning ham fasonlari, ko'rinishlari deymiz, o'zgarib borish xususiyatiga ega, to'g'rimi? Endi biz har 3 oyda fasonni o'zgartirib turamiz. O'sha ayollarning talabiga qarab, misol uchun 3 oyda yasagan narsamizni 3 oydan keyin yasamaymiz, iloji boricha. Yangilik o'zimizga kiritib turamiz, o'zimiz ustimizda ishlab turamiz. Men Dildora bitta narsani tushunmas ekanman. Baribir bu sohani mutaxassis bo'lmagandan keyin uncha tushunchangiz kamroq bo'ladi. Qarang, mana hozirgi paytda ayollar o'sha sovg'alari do'koniga kirib qolsangiz, shunaqangi zargarlik buyumi, balki u ham zargarlik buyumidir, balki u tayyor Xitoydan keladigan bijuteriya deyishadi-da, bijuteriya deyishadi va zargarlik buyumi deyishadi. O'sha nima farqi bor? U shunchaki u zavoddan ko'p tirajda chiqadigan narsa-yu, bu donalab yasaladigan narsa. Uni farqi nimada? Yo'q, farqi nimada? Ikkalasi ham bir vaqtda bitta narsada ishlanadi. Endi zargarlik buyumida kumushni olsaylik, misol uchun kumushimiz, misol uchun mana brasletimizga kelsak, buni taqsangiz odamning nimasiga foydasi bor. Sog'lig'iga. Tillaga kelsak, tilla faqat o'sha pulingizni ushlab turadigan. Kameraga ham ko'rsatsangiz, tomoshabinlarimiz ham ko'rishadi. Mana bu yerda hozir juda ham ajoyib san'at asarlari desak bo'ladi. Juda ham chiroyli namunalar. Endi buni hozir ayollarimiz agar zargarlik do'koniga kirishadigan bo'lsa, Zaynab aka maslahat bermaymiz, oldindan erkaklar bilan borishni, chunki juda ham uzoq qolib ketishadi, to'g'rimi? Oldin tanlab olib, keyin chaqirsa bo'ladi. Ancha vaqt ketib qoladi. Demak, u bijuteriya qo'l mehnati emas, shunchaki zavodda. Endi bijuteriya qimmatbaho metalga ham kirmaydi, foydasi ham yo'q. U Arzonroq faqat metal. aksessuar hisoblanadi, Zaynab aka. Asosan o'sha demak tugal ko'rinishni yasash uchun qo'shimcha predmet, qo'shimcha elementlar taqinchoq taqmagan arzonroq variant. Bilasizmi, zargarlik endi uzr, endi erkaklarda balki aksariyatda shunaqadir, lekin erkaklarda ham zargarlik buyumlaridan foydalanadigan insonlar ko'p. Men bir marta duch kelganman o'zim zargarlik buyumlaridan foydalanishga, u ham bo'lsa uylangan paytimda.
undan keyin o'sha nikoh uzugi taqilgan, u ham 2 kun taqilgan. To'ydan keyin shu bilan hozir uyda bormi yo'qmi? Umuman ishingiz tushmagan demak. Ha. Mana hozir Lekin mana ayollar Zayndan aka shu yaqin yillarda demak turmush o'rtoqlariga zargarlik buyumlaridan biron bir sovg'a hadya qilmabdilar. Hozir kelinoyim tomosha qilib turgan bo'lsalar, hozir mana shu yerni o'zi va'da berasiz. Tug'ilgan kunlari qachon? Tug'ilgan kuni kelishamiz. Mana Eldor akaga bemalol murojaat qilib, kelishgan holatda chiroyli bir sovg'a tanlaysiz albatta. Albatta. Endi savol bersangiz bo'ladi, kayfiyatingiz tushib ketgan bo'lsa. Eldor bitta buyumni, masalan, bitta uzuk yoki bo'lmasam zirakni o'sha vujudga keltirish, yasash uchun qancha vaqt talab qilinadi? Xo'p. Bu komplekt deyiladi. Bu komplektga kelsak, misol uchun uzuk, zirak bularni bu holatga keltirish uchun bizga где-то 2,5 soat vaqt yetadi. Holatga qo'yib, uni qizdirib, pishirib, chiqarib, razmer qilib, mana ko'zlarni bu holatga keltirishimizga 2,5 soat ketadi. Hozir bularning hammasi kumush adashmasam, hammasi kumush. Sizlar ishlatadigan demak anjomlarga bu temir dosh bera olmas ekan, bilishim bo'yicha. Yo oddiy alyuminiy yoki temir. Yo'q, biz ularni ishlatmaymiz, chunki bizada eritgan paytimizda 1,5 ming 1800 gradusda eritamiz. Temirni kumushga aralashtirib olsangiz, buni yasaganingiz hojati yo'q. Chunki bu kumushda organizmga foydasi bo'lgani uchun biz yasaymiz. O'sha odamlarning davlinasi bo'ladi, siqiladi, boshqa bo'ladi, o'shani o'ziga oladida kumush qorayib ketadi. O'shani hisobiga ko'proq biz kumushdan foydalanamiz. Tilladan ko'ra foydasi bor kumushda. Salomatlik uchun demak foydasi bor. Endi o'sha tilla taqinchoqlik buyumlari ham qaysidir ma'noda endi ayollarda eshitgan stereotipda bu. Ayollarga juda ham foydali ekan, yurakka foydali ekan deyshadi. Buni qanaqa izohlaysiz? Endi tilla taqinchog'i bu yerda kumushdan sal qimmatroq metall bo'lgani uchun ayollarning ko'proq kayfiyatini yurakkacha yetib boradi. Ha, ayollarga ozgina tinchlik beradi, xotirjamlik beradi. O tilla bor ekan, qo'limda turibdi. Qancha ko'paysa shuncha xursand bo'lishadi. Odatda ular ba'zida o'zlari uchun ham taqmaydi. Men bilishim bo'yicha ko'pchilik yaqinlarim, dugonalarim ko'rsin degan maqsadda ham ko'pchilik taqishadi. Menimcha, yasalar ochilib ketib qolyaptimi? Ochilib ketyapti. Hop, endi shogirdlarni ham savolga tufaylik. Qachondan beri bularni ustoz sifatida ko'rdingiz? Kim tavsiya qildi? O'zi bu xayolingizga qanday keldi? O'sha sohada o'qiganmisiz yoki? Yo'q, men kollej vaqtida birga o'qiganmiz. O'sha vaqtda zargarlik sohasida o'rganayotganlarini bilib, men ham qiziqqanman asta, keyin birga yurib o'rganganman. O'zi deyarli tengdoshsizlar shekilli. Tengdoshmi? Tengdosh. Tengdosh bo'lishsa-da, lekin mana do'stingizni bir ustoz sifatida o'rganib gap bo'lish mumkin emas. Bilasizmi, menda odatda o'zimni teng qo'lim agar sinfdoshim bo'lsa, men undan uni ustoz sifatida ko'ra olmayman-da. Ba'zi paytlar ichki hissiyot shunaqa. Shundan nimani o'rganaman endi do'stimdan deyman, lekin haqiqiy masalan kasbga mehr qo'ygan inson o'zidan yosh kichkina bo'lsa ham, balki o'zidan kichkina insonlardan ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi aslida. Lekin yuqorida aytganingizdek ustoz deb tan olish bu hammaga ham emas. Endi bugungi kunda o'sha zargarlik buyumlari orasida kumushdan yasalgan zargarlik buyumlariga talab qanchalik yuqori ayollar va erkaklarda? Endi odatda erkaklar asosan kumushdan yasalgan uzuklarga e'tiborlarini qaratishadi. Kumushda ham ayollarda yuqori 70% degan bo'ladi. Tilladan ko'ra hozir kumush nima bo'lyapti? O'sha foydasini odamlar sezyapti. Bu doktorga murojaat qilganda yo bu yog'ini nima qilib borishganda doktorlarimiz ham kumush taqinglar, ko'proq chap qo'lga taqinglar, yuragiga yaqinroq bo'ladi, davleningizni ushlaydi. Boyda qon yurishingiz aylanadi. Ko'proq kumush maslahat berishyapti. Braslet, bilak uzi. Va qaysi barmoqqa taqilishning ham farqi bo'ladimi, yo'qmi? Asosan chap qo'lga taqsa yaxshiroq bo'ladi. Chap qo'lga, muhimi chap qo'l bo'lishi kerak. Mana aytyapsiz, vaqt o'tib o'sha kasalliklarni oladi va o'zi sekin-sekin bilan qorayadi deyapsiz-da. Bu qoraygandan keyin yaroqsiz holatga kelmaydimi? Yo'q. Uni o'sha zargarlik xonasiga yangilab beriladimi yoki? Albatta, u ko'zingizda oldingizda 10 minut ichida boshqatdan uni biz qaytadan qilib beramiz. O'sha oldingi holatiga qaytarib beramiz. Eldor zar qadrini zargar biladi deyshadi. Endi siz masalan o'sha oltinni, masalan tilla buyumni shunda qo'lga ushlab, bular tilla yoki tilla emasligini ham hattoki biladigan holatlar bo'ladi, to'g'rimi? Bizda masalan olib borib zargarga ko'rsatib, uni o'sha maxsus texnikasiga solib tekshirib ko'rishini so'rashadi. O'zi haqiqiy tillami, qayerni tillasi, O'zbekistonning tillasimi, Turkiyaning tillasimi degan. Lekin Turkiyaning tillasi deysa unchalik insonlarga qiymatda hisoblashmaydi. Meni tushunishim bo'yicha. O'zbekistonniki bir qiymatliroq hisoblanadi deyshadi. Shunaqami?
Yo'q, endi Turkiya bilan O'zbekiston hamma yoqda tillasi bir xil. O'sha 583 Pro bo'lsa 583, 85 bo'lsa 85 bo'ladi. Turkiyada qanday? U Turkiyada ishirilgan katta uzuk bo'ladi. Bizda xuddi o'sha uzuk faqat hamma yog'i tilla bo'ladi, ishirilgan bo'lmaydi. Ikkoni yonma-yon qo'ysangiz, misol uchun bu 2,5 gramm chiqadi, bu 4 gramm chiqadi. O'zimiznikida tillasi ko'proq bo'ladi. Lekin sifati bir xil bo'ladi ikkalasi. Bir xil tilla bo'ladi. Ular faqat o'sha hajmiga ko'proq ahamiyat berishadi, kattartirib keyin ham ularda ko'proq apparatura bo'lgani uchun, o'sha ko'proq ular modellar bo'lgani uchun 5D, 3D da yasagani uchun ularda bizga nisbatan qimmatroq bo'ladi. O'z misol uchun bizda bitta uzugimiz hozir 950 ming bo'lsa grammi, ularda $75 ga to'g'ri keladi. Bizani pulga где-то 1 million qanchaga to'g'ri keladi 1 gramm. Endi bugungi kunda ayni mana shu zargarlik hunarini o'rganaman, kasb qilaman degan insonlar uchun nimalar, qanaqa bir jihatlar talab qilinadi? Qancha vaqt ketadi o'zi? Qancha sabr talab qilinadi, to'g'rimi? Juda ham mayda ish hisoblanadi chunki har bitta o'sha mayda ko'zlargacha alohida terib chiqish, ularni alohida bir shaklga keltirish. Albatta, agar bizga shogird tushiladigan bo'lsa, avvalo rasm chizishni bilish kerak. Biz birinchi rasm chizishni o'rgatamiz. Albatta, o'sha rasm chiza olgandan keyin boshqa mavzuga o'tamiz. Biz hozir yoshlarni olyapmiz. Kattalar o'zi sirazi pulga qiziqib, qancha vaqtda o'rganaman, nima qilaman deyishadi. U yoshlar maktab o'quvchisidek bolalar bo'lsa, ularni bemalol 1,5-2 yilda tayyorlab nima qilib chiqarsangiz bo'ladi. Tayyor zargar bo'lish. Albatta, o'zi chiqib o'zi bemalol ishlayveradi. O'zingiz ham Eldorga ham, endi Otabekka ham bu savol tegishli, mana shu sohani mutaxassisi bo'lib, o'zingiz ham o'zingiz yasab yaqinlaringizga, masalan, onalaringizga shu sovg'a qilib taqdim qilgan holatlar bo'lganmi? Birinchi ishimizni biz ham onalarimizga berganmiz, opalarimizga berganmiz, oyilarimizga berganmiz, keyin ko'chaga chiqarganmiz. Otabek? Men ham birinchi ishim ayamga, dadamga uydalarga yasaganman. O'zingiz mustaqil bemalol hozir paytda yasaysiz. O'zim oddiy bo'lib chiqishni boshlaganman. Hozir mana Otabek o'zlari yasagan ijodiy namunalardan biri bormi? Bor mana shuni hammasi Mana shular hammasi, demak, ular tomonidan Zayndan aka kameraga yaxshilab ko'rsatsak, juda ham chiroyli. O'sha tomondan ayollarimiz buni jonli tomosha qilishganda, ya'ni ham buni nimasini tushunishardi. Haqiqiy ma'noda mana juda ham bejirim zargarlik buyumlari. Bular ham bu turklarnikidan qolishmaydi, o'sha nima deydi, hashamdorligi bo'yicha. Shunaqa. Endi hozir mana shu yerni o'zidan tomosha qilib zavqlanyapman. Zayndan aka, haqiqatan ham zargarlik do'konlariga borganimizda juda ham uzoq o'ylanishimizga to'g'ri keladi ayollar. Lekin bu borada zargarlar ham o'zlari tavsiya berishadimi? Misol uchun sizga yoshingizga qarab yoki o'sha barmoq uzun kaltaligiga qarabmi, yoshga qarabmi, qanaqadir bir uzuk turlari tavsiya qilinadimi o'zi aslida? Albatta, misol uchun sizga bo'ladigan bo'lsa, misol uchun mana komplektimiz sizga bo'lmaydi. Bu komplektimiz 45 yoshdan 60 yoshgacha bo'ladi. Agar siz keladigan bo'lsangiz, mana ikkovi komplektlarni sizga nima qilamiz, tavsiya qilamiz. O'sha yoshingizga, nimangizga mos bo'ladi. Qo'lingizga razmeringiz. Zargarlarning o'zlari tavsiya qilishadi. Shunday. Agar o'zlari tanlash olmasa, biz noto'g'ri narsa tanlab qo'ysa, biz aytamiz, buni olmang, buni oling. Ixchamroq, yoshingizga, misol, odamning gavdasiga ham bog'liq. Semizroq ayollar, ariqroq bor. Faqat qizlarning uzuklari bormi yoki o'g'il yigitlarniki ham bormi? Yigitlarniki ham bor. Adashmasam qorasiz, o'tib taqib ko'ray endi. Demak, Zayndan aka yuqorida aytganlaridek, Jaloliddin yaqin kunlarda ehtimolki mana Eldor aka oldilariga borib. Bu katta emasmi mabodo? Yo'q. Yaxshi, hajmi katta ko'ringani bilan o'zi gram yengil. Agar rasmiy bu adashmasam toza kumush, ha? Albatta. Bu necha pul turadi bu? Bu 140 ming atrofida chiqadi. Aha, bu qorasini qanday toshdan foydalanasiz? Oddiy tosh bo'ladimi, marmar bo'ladimi? Yo'q, o'zi kapashon tosh bo'ladi. Unaqa marmar tosh bo'lmaydi bu. Искусственный tosh bo'ladi bular. Mana menga ozroq katta keldi. Misol uchun, bir razmerda ehtimol buni qisqartirsa bo'ladi. Albatta, yarim qisqartirib beramiz. Yana tavsiya qiling-da. Yoki bo'lmasa qo'lni semirtirish kerak bo'ladi. Yoki qo'lni semirtirish kerak bo'ladi, to'g'ri bu ham. Lekin bu uzukni qisqartirgansa afzalroq, kam vaqt ketadi-da. Mana bu boshqa gap mana. Ya bu kichkina ekan mana qani. Yarim razmer o'rtada bo'lib qoldi. Qo'ldan ozroq yo'nish kerak endi. Mana ko'ring-chi. Juda ham zo'r. Ayniqsa ko'zlar yoqdi menga. O'sha qora ko'zli uzuklar juda ham yoqadi menga. Qizlar ko'rayotgan bo'lsa, mabodo. Juda yaxshi. Hozir zamon teskarisi bo'lyapti shekilli, Zayndan aka. Yo'q, unaqa demang. Mabodoga. Aha. Juda ham chiroyli san'at asarlar desak bo'ladi. Hozir ayni vaqtda bizni tomosha qilib turgan yurtdoshlarimiz orasida zargar
bilan bo'lgan suhbatimizdan keyin ayni mana shu sohani ham o'rganib qo'ysam foydadan xoli bo'lmas ekanda deb o'ylab qolgan yurtdoshlarimiz bo'lsa ajab emas, to'g'rimi? O'zi mana siz ham yosh bo'lishingizga qaramasdan Eldor ustoz maqomida ekansiz. Mana shogirdlar garchi tengdosh do'stingiz bo'lsa-da, o'sha mehrni, kasbni, sirini, asrorini o'rgatyapsiz. O'zingiz ustozingiz kim? Agar mabodo bizni ko'rayotgan bo'lsalar, bemalol salom yo'llab qo'ysangiz ham bo'ladi. Avvalambor bizning ustozimiz o'sha Jizzax bo'yicha 3 ta oldin zargar bo'lgan. Birinchisi o'sha hozir rahmatli bo'ldilar, yaqinda Ilhom aka deganlari bor, 64 yoshda o'tdilar. Keyin Goroddan Bahrom aka deganlari bor. Keyin meni ustozim o'sha Mahmud aka bo'lganlar. Biz hammamiz Mahmud akadan o'rganganmiz shu faoliyatimizda. Juda ham yaxshi. Va bugungi kunda o'zingiz ustoz maqomidasiz. Shogirdlaringiz safi kengayishini, ko'payishini tilab qolamiz va bayram muborak bo'lsin har ikkingizga ham. Zargarlarimiz yana bir bor studiyamizda xush ko'rdik. Ajoyib bir qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi. Men uchun ham, hamma uchun ham menimcha manfaatli bo'ldi. Va qadrli do'stlar, Suhbatdan tonggi musiqiy dam olish dasturi o'z yo'nalishida davom etar ekan. Oldinda siz bizni tonggi xabarlar sahifasi kutib turibdi. Unda viloyatimizda, respublikamizda xorijda ro'y berayotgan muhim hodisa yangiliklardan birgalikda boxabar bo'lish imkoniyatiga egamiz. Marhamat.